silak şirin tushda. Mehr muhabbat qalblar şirin tushda. Şirin tushlarning reallikdagi saknasi şirin tushda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va shohlar, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Şirin tush programmasi Şinjan televiziya stansiyasi bilan LB Madaniyat tarixchilik sherikligida birlashib ishlaydigan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil tushsidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlam kishilarininki şirin arzular uchun maydon hozirlaydigan va shohlar ularniki ahamiyatli arzu, ahamiyatli g'oyalar uchun ilm va yordam berish ta'sis qilingan programma. Şirin tush programmasida şirin go'zal arzularni amalga oshirish uchun o'zining bir juft sehiy qo'llarini mehr bilan uzatgan barliq korxonchilarga programma gruppasi va shohlar barliq maylar nomidan alayli tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, undaqda oldi bilan buyuk programmamizga saxovat sifatida qatnashgan korxonchilar va shohlar aziz mehmonlarni tanishtirib o'tsam, oldi bilan aziz mehmonlardan Ali Ataulla apandi qarshi olamiz. Asiya Ekim xonim qarshi olamiz. Endi barliq saxovatchi korxonchilardan Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish shirkatining bosh lideri Muhammadjon Abdukarim apandi qarshi olamiz. Şinjan Abida Biopatexnik taraqqiyot chekish shirkatining lider yordamchisi Ablat Yasin apandi qarshi olamiz. Urumchi Mag'rib So'ri chekish shirkati Miros kemchilikning muavin direktori Turg'unjon Tursun apandi qarshi olamiz. Şinjan Bug'da doktorxonasining davolash boshqarish bo'lim nazoratchisi Abduqodir Mijit apandi qarshi olamiz. Şinjan Tabassum xalqaro suv chekish shirkatining lideri Yusufjon To'xt apandi qarshi olamiz. Şinjan Mungbu mablag' solish guruhi chekish shirkatining bosh direktori Habibullah Salay apandi qarshi olamiz. Şinjan Umid kunlik yuvish buyumlari chekish shirkati Al-Xumar zavodining lideri Muhammad Qosim Ro'z apandi qarshi olamiz. Xushxabsiz. Şinjan Sadaqat Biopatexnik taraqqiyot chekish shirkati, Şinjan Sadaqat Uyg'ur tibobat dorigarchilik chekish shirkati va Şinjan Sadaqat Bio xalqaro suv chekish shirkatining bosh direktori Muhammad Tursun Hakim apandi qarshi olamiz. Şinjan Uysugul suv chekish shirkatining bosh direktori Yasinjon apandi qarshi olamiz. Şinjan inson moychilik chekish shirkatining bozor uchur bo'limidan Nurali Asqar apandi qarshi olamiz. Şinjan Intel kasbiy texnik tarbiyalash maktabi va Şinjan Intel madaniyat tarixchi shirkatining qurg'uvchisi Ablat Abdulla apandi qarshi olamiz. Karvan to'rining bosh mas'uli Lutfulla Azat apandi qarshi olamiz. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, undaqda bugungi Şirin tush programmamiz hozir rasmiy oldi boshlandi. Qani Shamsiya Abaydullah, sahniy marhamat. Şirin tush, igiz guldan ushqan qush. Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar. Hammanglarga o'ttiq salom. Men Shamsiya Abaydullah. Muhabbatli qalblardan mehr izlab kelganlar uchun, shundaqla mehrlik bag'rini ichib kelganlar uchun hozirlangan Şirin tush programmamizga qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan programmamizning qoidasini tushuntirib o'taman. Eng oldi bilan Şirin tush egisi sahnimizda mahoratini ko'rsatdi. Ondan o'zining Şirin tush arzu-armonlarini ko'pchilikka aytib berdi. Undan keyin men aziz mehmonlar va Şirin tushlarning madadkori bo'lgan korxonchilarimiz bilan mungdishdim. Bu jarayonda har qaysi korxonchilar bu arzu-armonni ahamiyatga, qimmatga ega deb qarab qo'llaydiganligini bildirsa, albatta qizg'in qarshi olamiz. Mungdish bo'lgandan keyin Şirin tush egisi tush markaziga qadam qo'ydi. Bundan keyin bizning naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimiz, shundaqla korxonchilarimiz bilet tashlashni boshlaydi. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabinimizning qo'lida birdan bilet. Naq maydondagi Şirin tushlarning madadkori bo'lgan korxonchilarimizning har birining qo'lida 10 dan bilet bo'lib, jami 270 bilet bo'ladi. Agar Şirin tush egisining bilet soni 210 dan oshsa, undaqda u tunji fasllik ahamiyatli Şirin tush egisini tanlash bosqichimizga qadam qo'ya oladi. Ondan keyin bizning ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz yon telefonda bilet tashlash orqali bu mahirlarimizning orasidagi bilet soni eng yuqori bo'lgan 3 mahirni tanlab chiqdi. Ular ayrim holda 50 ming yuan, 80 ming yuan va 100 ming yuan bilan mukofotlandi. Albatta, Şirin tushlarning reallikqa aylanishi uchun madad bo'lgan ko'rmanlarimiz Şirin tush programma guruhimiz ta'minlagan katta sovg'atdan bahramand bo'la oladi. Xo'sh, undaqda bizning mahirimiz sahnimizga rahmat.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Bayi sizga rasmingizni ko'rib baqaylimi? Xush. Sizdan bir tanışıp bitaylik undaqda. İsmim Osman Obul. Ben Tumuşuk şehri 44-den Şoluk Tariyesi'nden geldim. Nim kasb bilan shug'ullanasiz? Güzel Bundan sanat. boshqa maxsus go'zal sanat bilan shug'ullanasiz, shundaqmi? Asas muşul. Bo'ldi. Undaqda qanday arzu-armonlar bilan keldingiz bugun? Benim bu yer kilişimdeki sebep, tuluksuzun tuturup, lakin bir kesip bugün şaraiti yok. Şu vallaha hem de şu üzerinden talantıdan faydalanıp, bu olsa meblağ sağışıl bolsa, ben hem de şu vallahın terbiyeleş bir adet kurstek bir yerini aça alsam, andikisi şu bir nesilden çetellige, içkir ülkelerge tor arkalık setep, iqtisad menbe asıl kılıp, şu okuş vallahının andikisi kiyinke bir işlerine bir yardım kılalım olsam. Demek, yig'inchoqlarga sizning arzuyingiz shagird tarbiyalash. O'zingizning ham shogirdlaringizning kirim manbasini ichish. Shundaqmi? Nayt yaxshi arzuyingiz bor ekan. Qani aziz mehmonlar va korxonachilar, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz korxonachilardan kutadigan bir umidingizmi bormi? Yo'qmi siz iqtisod jihatdan qiylandingizmi va yoki mahsulotingizni setib chiqaradigan yo'l kammi? Nima jihatda qiylandingiz? Meblağlar lazım. Mablag' kam. Lekin shu sharoit ishlab chiqarish, shu narsalarni bozorga selish hamma jihatda qiylanmaysiz. Yo'q, yo'q. Shogirdlaringizni sizga o'xshash rassommi? Ressam balla bor. Buningda sizga hamkorlashishga sherik lozim ekan, shundaymi? Sherik. Emsa biz masahadan tushganda maslahatlashaylik. rahmat. Yani ben bir mağripçi, ben okutkuçu. Hem de bizdeki başlangıç toluk otur mekteplerimiz var. Onundan keyin öğrenip okumakçı okuğa toluk otur mektepler var. Toluk oturlarda okumayı da kalsa hazır nailede kasbi mektepler vücuduk geldi, barlık geldi. Hem de hükümetimiz bu cihetçi kuşavatıdı. Hem de yana şundak biz şahsiyetlik nurgunluğun milli mektepler mi? Şundak okusuz kalan ballarını okuduğumuz da hali küçük kırvatımız. Şundak ballar bu kalsan havada. Hem de hemmisi resimçilik kızıkması mümkün belki. Meyle televizyon arzusu bağlı buluşu mümkün. Belki başka yerler terbiyeniz arzusu bağlı bulup kalsa biz hakikaten şunun kıyıncılık ahvalini muayyenleştirgenlik için biz haksız terbiyelesek buldu. Şunlaşka şu yurt mahallerinizde şunda ballarını terbiyelesem, okusam deydiğin niyetiniz olup kalsa siz okuduğun ne? Siz okutun, siz okutanmaydığı ne? Ben okutay. Ben bu okutuvatkıda hali oldu. Belki okutu alışım mümkün. Müdaciyetten kardeşler. İkincisi biz nefes katmukum güzel sanat şirketi de bizden münevver edimizden bir şirketi var. Katmukum bilen resim çıkargan. Bilisiz akçansız bilen. Şu edimizle biz birleşip intil mektebimizde resim sıdıgan bir kesme yol koyduk. Hem de bu kalsa siz halısınız intil mektebimizge basınız. Biz şirketler paranlaşıp bilem karlasak buldum iş kesmeyle. O'quvchilarni tarbiyalash arzuyingiz bor. Setib chiqarish yo'llarini kengaytgangiz bor. Xo'sh. She'rin tushlaringiz reallikqa aylang'usi. She'rin tush markazimizga marhamat. Naqdlarni 150 yildan shamoldingiz. Markazlashni boshlaymiz. 5, 4, 3, 2, 1 boshlandi. Hoş rahmet korxonachilarimiz 110 jami 241 biletga erishdingiz. Demak siz
tunji basımlik ahlaklik arzu ilgisini tanlash bosqichiga qadam qo'ydingiz. Sherin tush sahnimizda Sherin tushdan Sherin arzu armonlar reallikqa aylang'isi muborak bo'lsin. Özü pişik egilegen hüner sanat ve şagirdlarının istiqbali üçün Tumuşuq şehirden kelgen bu mahirimiz Sherin tush medatkorlari ve naq maydondagi tomoshabinlarning yordam ve medetiga erişti. Ahmiyetli Sherin tushda programımız orqali reallikqa aylandı. Biz Osman Obul bilen karxanchilarimizning hamkorligiga utuq tilaymiz. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Urumchi Albiy madaniyat tarqatish e'lon cheklik sherikda birlashib ishlagan Ixlos Sherin tush programmasi. Menzilidin izlep Ubarsız için hakikatni Ömür menzilidin izlep Ubarsız için hakikatni Kalenderdek kizip jürdü Çekip mıngır müşakkatni Velikin yok iken tuz yok Tepeşte uç bir maksatni Demir kıt ötküp ömrü Düşenmeysir hikmetni Dilber bayan eyle Bu hakta sana söhbetni Aşar kadrilikin şunca Geri tüstü tübünce Görün ki aşkı karman Kıyıp sıkıdınım mümce Tesadduk eyledi canım Şamırğa şunca Ömür menzilidin kaşki Kişi tapsa şu hizmetni Halimettül adem zatka Birer tuhbe ve hizmetni Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshi. Siz bilan bir tanishib olaylik. Bo'ldi. Mening ismim Qurbonjon. Qurbonjon Ablis. Qashqar Yo'pirg'on Aydin bo'limi. Qilayotgan xizmatingiz? Kasbim tijoratchi. Tijoratchi. Xo'sh, undaqda arzuyingizni deb bering. Arzuyim bir yaxshi bir naqshlarni, yaxshi bir she'rlarni bir yerga to'plab, bir nadir bir VCD plastinksi chiqarish arzuyim bor. Boshqa arzuyim yo'q. O'zingiz o'rindab shundaqmi? O'zim o'rinlab, o'zim naqshini o'zim o'qib, o'zim chilib. Demak, o'zingizning naqsh plastinkangizni chiqarmoqchi, shundaqmi? Xo'sh, undaqda Sabila. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning orzusingiz o'zingiz yozgan tekstlarni o'zingiz o'rindab bir yaxshi bir naqsh muzik plastinkasi chiqarish ekan. Kasbingiz tijorat ekan. Tijoratchi. Lekin buni o'zingiz chiqarib keta olasizmi deymi? Shunday desam bo'ldi. Tijorat yo'g'anki iqtisodingiz yorib berdi deb qaradim. Shunda.
Demek siz hazır köpçilikten iqtisadi jihatdan mablag' soladigan yordamchiga ehtiyojliqmi yoki shu yo'lni ko'rsatib sizga planlab kasbiy jihatdan boshlamchilik qiladigan bir odamga ehtiyojliqmi? Endi iqtisod masalasiga kelsak, iqtisod masalasi asosiyatni o'zim buni hal qilib keta olmayman. Bu yerda faqatla menga endi bir yo'l ko'rsatib maslahat beradigan bir Buldu. Emsa hamkorlashib sizning plastinkangizni chiqarishga, mushu orzusingizning amalga oshishiga yordamda bo'lay. Obdan. Rahmat. Menimcha, bay degandek bizning korxonachilarning yordami bilan mush kasb ahllari bilan tanish fursatiga erishish imkoniyatingiz nihoyatda ishonchlik darajada bor bo'ldi degan gapda. Undan boshqa ekranda sizning naqshingiz ko'rsatilgandan keyin menimcha balkim texi ba'zi unsin savdogarlari yoki shu san'at sohasidagi bizningki mush kasbiy xodimlar ovozingizni, naqshingizni yaxshi ko'rib qolamiz, balkim sizlar aloqa qilishib texi mush jihatda hamkorlashishimiz mumkin. Albatta shunday bo'lishini tilakdoshimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkin bo'lsa siz o'zingizning shaxsiy plastinkangizni emas, mana shu Yopirg'i naysdiki, shundaqla Qashqarning boshqa naylaridagi sizga o'xshash shundaq tabiiy talanti va ovozni sozlarni bir yig'ib to'plab, xalq naqshlarini yana bir qadam yuqori ko'tarsangiz, menimcha texim yaxshi bo'lishi mumkin. Mening ashna arzum bor. Rahmat. Rahmat. Undaqda bizning Shirin Tush markazimizga marhamat. Shirin Tushlar reallikqa aylang'isi bilet tashlaymiz. 5 4 3 2 1 boshlandik. Rahmat korxonachilarimiz 1-2-20 numar jami 136 numaraga erishdingiz. To'limi afsus tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga o'tmay qoldingiz, lekin xushal bo'lgan yerimiz naq maydonda sizning arzuyingiz asosiy jihatdan reallikqa aylandi desak bo'ldi. Ko'pchilikning yordamida sizning nihoyat yaxshi bo'lgan nodir naqshlardan mujassamlangan plastinkangizni tezroq bozorga chiqishini umid qilamiz. Rahmat sizga. Biz uchun aytib bergan chiroyli naqshingizga rahmat. Dutar çeliş maharati ve avaz uslubunu Shirin Tush sahnasida namoyon qilgan Qurbonjon Abdilazizning madaniyat sohasidagi qobillar bilan tezroq uchrashib, orzuyini amalga oshirishiga tilakdoshlik bildiramiz. Biz uchun o'qib bergan naqshlaringizga ko'p rahmat Qurbonjon. Qalba tirishqanlarga mansub. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Xush, ko'pchilikka o'zingizni bir tanishtirib o'ting. Men Xoten Qarqash diyoridan
Qarasay 1-o'rta maktab o'qituvchisi Shirali. Ya'ni güzel san'at o'qituvchisi. Muallim. Arzuyunuz? Mening arzuyum men kichikimdan mush yengillikka intildigan bo'lardim. O'zim o'yinchiq o'ynamoqchi bo'lsam, o'zim yasab o'ynaydim. Cho'ng bo'lgandan keyin shu televizorlardan shunda boshqalarning yengillik narsalarni ko'rib bek hayajonlanib ketdim. Shu asosda o'zimning qobiliyatiga tayanib turib, bir patent olgandim, kashfiyot patenti. Shuni tovarga aylantirish maqsadida orzuyi bilan bu sahnaga chiqdim. Rahmat. Bu patentlarınız, bu keşfiyatlarınızdan aşkarlaşqa bo'ladigan qismini bizga azroq deb beramsiz? Patentkin ishkisi bo'lgan. Hech kim ishni qila olmaydi da. Ishni qila olmaydi. Xo'sh, unda anglab boqaylik. Bu bir muhit asrash tipidagi ko'p iqtidorli harakatchan do'stga. Men o'zim o'qituvchi bo'lganlikdan 5 yil mush kasbda o'qitdim. O'qituvchi bo'lib ishlayotgani 18 yil bo'ldi. Yoshim bu yil 39 qarab mangdim. 2 farzandim bor, oilam bor. Men bir mush o'qituvchilikni qilgan cho'ngroq bir ish qilish niyatida yugurib uzun yillar bo'lgan. Mushu istikim bilan 2004-yili bir maktabning güzel san'at zo'sini zo'jantim 12 odam bor. Guruh boshlig'i. Güzel san'at guruhining guruh boshlig'i shundaqmi? Guruh boshlig'i, ha. Mushu bir yangidan kelgan bir praktikant o'qituvchini dars anglash uchun sinfga kirib, mush doskadan foydalanib turib, 1,5 qur xat, 3 tal shakl chizib, mushuni o'chirishdan hosil bo'lgan chang tuzongni mushu kun nurda, darajadan tushgan kun nurda butun sinfni ichiga taqalganligini ko'rdim. Ko'rgandan keyin bu borning tarkibi nimadi deb buni ximiya o'qituvchilarına aytib, buni aniqlagandan keyin bu kalsiy karbonat deb bir odam badaniga qattiq ziyonli bir moddaligini aniqlab, mushu cho'qim o'zgartirishga tegishli uskun ekan deb o'ylab 2004-yildan 2009-yilgacha xizmatni sirt ishlab buni loyihasi bitkazdim. Bu loyiha bitgandan keyin buni ya'ni shu o'quvchilarning fan texnikada yangilik yaratish bo'yicha musobaqasiga ijod shu loyihani qo'ygandan keyin bu viloyatning noyidin birinchi bo'ldi. Birinchi bo'lgandan keyin buni fan texnika idorasi shu 60 oylik musobaqa qatnashtirsang deb shu vazifa tushgandan keyin men buning amaliyatini ya'ni modelini yasashga to'g'ri keldi ekan. Shuning bilan buning modelini yasashga men bu bir oy vaqt berdi, bir oy vaqt materialga yetmaydigan, material to'liqlashga yetmaydi ekan. Shuni ularga iltimos sunib, kelar yillik ko'rgazma qatnashtirsam deb 1 yil ichida buningki bütün material to'liqlab, necha qattim tajriba qilish orqali buning modelini yasab chiqdim. Yasab chiqib 2010-yili 3-oyning 3-kuni va buning patentga materialni yo'llab o'tib, andan keyin ko'rgazma qo'ydim. Ko'rgazma qo'ygandan keyin bu Abnur ayında 1-darajalik mukofotga erishdi. Buningki materiali bor. Mana bu Abnur ayında olgan 1-darajalik olgan kishga. Endi mahsulotimiz qanday ishlatiladigan mahsulot? Bu sınıfta işletildi, adette işxonada işletildigan, oilada işletildigan 3 xil ishlashga bo'ladi. Bu patentning bu mahsulotning aloyidligi 8 turlik aloyidligi bor. Men asli mushu ziyansiz moddani yo'q qilay, mushuni o'zgartay degan niyat bilan ijodiyatga kirishgan. Lekin men o'zim o'qituvchi bo'lgachqa mushu darsxonada o'qituvchiga lozim bo'lgan bütün aloyidliklarni buni mujassamlab chiqdim. Masalan, birincisi bu doskada yani yeşil mahsulot, chang tuzangsiz. Her qanday darsga borib keladi. İkincisi doskininki yani yüzünü şekil tushirish aparati, yani ma o sinflarimizda to'yingida bir aparat. Shuninki ekronni qilib ishlatgan bo'ladi. Boshqa ekran, raq ekran tortish hojatsiz. Üçüncüsü bu doskininki yani vaqtliq O doskinin rengi qanday? Oq. Ha, rengi oqma, shunga oq. Üçüncüsü bu doskininki yani mushu ishga asosan davrini tortib darslarni 1 soatni qilyapti emasmi? Yani matematika, xonchilik asos fanlarning darslari yani 1 soatda ba'zi mazmunlar bir paragraf dars 1 soat tugamaydi. Tugamagandan keyin bu masalan 1 soat dars o'tash uchun ma'lum mazmun shakl kerak. Buni sizimiz
bir soat to'shqandan keyin bu dars tugamaydi. Tugumagandan keyin kelarki soat kirganda buni yana qayta chizishga to'g'ri keldi ekan. Shuning bilan men buni vaqtli saqlash alohidaligiga qildim. Masalan, bir mazmun yoki shakl sizgandan keyin bu vaqt to'shab qoldi, buni saqlab qo'yib, tushdan keyin ya ertasi kirgandan keyin shu mazmunni yana qayta chiqarib ishlatgan bo'ldi. Siz uni qanday saqlaysiz? Masalan, saqlab qo'yib boshqa narsa yozsa bo'lamda to'sqiga? Bo'ladi. Uni saqlab, saqlash iqtidori bor. Anikin yana ishlatilib bag'ili bo'ldi. Anikin saqlanganini chiqarib ishlatgan bo'ldi. Chiqarib ishlatgan bo'ldi. Ha. Andikin 4-chi alaylıki bu doskininki yani manda bir alaylık var. Özününki hareketçan sızgıcı var. Ha. Doskinin bütün yüzünü yani diyagramı ya cedvel sızmakçı olsak 10 sekundun içinde bütünle cedvel sızıp oğulu buldu. Doskinin 3,5 metrlik doska yani kengliki 1,20 metre benim layihemde. Muşu doskini yani 10 sekund içinde bütün cedvel kıvat kılı oldu. Yani geometriyalik şekil, yani güzel sanatki lazımlık ya fiziki kimyaga lazımlık her qanday şeklini bemalol sızgılı buludu. Qanday sizdi? Nimada Bizde hareketchan sızgıcı var. Ma doski to'rt burchak emasmi? Buni hareketchan sızgı doskinin sol taraf üstün burunga o'rnashtirilgan. Buni qurilma orqali tatib ekilib, buni har bir qo'l bilan tutib, har qanday shaklni chizib qo'yib berganligini o'z joyiga qaytib turdi. Bu 4-chi alaylıgi, 5-chi alaylıgi buningki 3 xil shakldagi 3 xil rangli qalam saplangan. Yani doskinin yüzünde kalemden var. Muşunun seplam koysak, yüzü doskinin içine renk kutusu orlaştırılgan, yüzü renk sümürüp lan durdu. Ama bu doska qanday xat yazımız, nimada yazımız şunda? Siyah bilen. Çoğun bir kalemler var manındaki. Manındaki. Bor işletmeymiz. Bor işletmeymiz. Muşu işe gelgende ben muşu siyahını özgertimen, ziyansız siyah işleymen de nurgun vaktim gitti, lekin bu ximiyelik tekşürüşünü ötmedi. Hoş devamını. Hazır torlarını turup baksam ziyansız siyah bakken. İzdinovatsız. Ahırını. 5-cidin bu, hem de şu kalem 3 xil şekildeki diginimiz, yani biz ders ötken vaktimizde timlarını, muhim mezmunlarını farklandırış için yani qara, kök, kızıl renk seplengen, renkli kalem seplengen. Bazı bir muhim mezmunlarını bu farklandırış için bu kalemni işletimiz. 3 xil şekilde diginimiz, mesela Uygurca özünü xat yazgılı oldugan, Xanzuca özünü xat yazgılı oldugan, adetki xat yazgılı oldugan 3 xil şekilde kalemi var. Hem de bunun da bizim yazık sanatımız, ana til yazık sanatımız ravajlanıp bardı. Adetli özünü xat yazıp bakmağa adam mı? Bunu adetli dostu xat yazalıysa, savadı bolsa, bu kalemni tutkuzup koysak bir kıtım yazıdı, 2 kıtım yazıdı, üzüyce özünü xat çıkıp geldi bunun da. Özünü xat şekilde kesilgen kalem, aşında layilengen kalem. Ondan keyin 6-cisi bu doskininki yani vaqt ko'rsatgich kalendar, soat, minut, temperaturga ko'rsatib turadigan ekran. Yani barmoq diska, ko'p o'qitish kartasi tunuydigan ovoz yangratqu. Hammasi saplangan. Odatda o'qituvchilar navoda o'zini xatlab yoki san'at darsi o'tmoqchi bo'lsa, hatto kitob qisqichni tatib bor. Bu tuzab akib kitob qisqichni kitobni qistirib qo'yib, qarab turib xat yozilib bo'ladi. Bu shunda alayligiga. Hamda buning en muhim tarafı muhit asıraydı. Bunu kanda oynayıp kaldınız deseniz, benim bir kızım battı, bunun angina kesili var. Her qetim bir haftada yoki bir ayda bir qetim qizib qolib kirdi. Tekshirsam angina. Nima ish qilganti desam, men dyurtim do'st ko'chaga. Andan keyin mushu moddani odatda bor degan bu kalsiy karbonat degan mushu modda bilan ko'p uchrashgan vaqtda odam badanida ya'ni nafas yo'li kasallikni keltirib chiqardi ekan. Men tibbiy xodimlar bilan ko'rishsam, masalan, o'pka tuberkulyoz, ya'ni o'pkada chang-tuzang o'rnash, o'pka ziqi kesili, o'pka yallig'i, kana yallig'i, burun yallig'i, undan boshqa angirna ya ko'zga qattiq ziyonli ekan bu modda. Men o'ylab baksam, bir o'quvchi normal dars o'qigan vaqtda 3,5 soatni 4 soatgacha mushu modda bilan uchrashidi ekan. O'qituvchilarmi shuda, texnik yaqin alada uchrashudi. Unda bo'lsa, sizning bu kashfiyotingizni ishlab chiqarish uchun, mahsulotga aylantirish uchun, masalan, buni bir mahsulotga aylantirsak, uning tan narxi qanchalik bo'ladi taxminan? Bu tur men endi birini ishlagan vaqtimda menga 30 ming pul ketdi. Men bu xotdan qarqashning ichida kirmagan hech qanday do'kon qolmadi. Bir narsani o'ziga chiqarish unda oson emas ekan. Men buni qurilmalarga zavodga tushunib, yasatib olmagandan keyin, mushuni maskildigan uskunalarni üzem ishlab, qurashtirib, qaytadan o'zgartirib, mushunda ishladim. Hamda buni turkumlab ishlagan vaqtda eng ko'p bo'lganda 1,5 ming ko'y atrofida, oz bo'lganda 1 ming ko'y atrofida bitib chiqadi.
Tushundik. Demak, siz hamda shu patentingizni, mush kashfiyotingizni mundaq aytganda bozorga solmoqchi. Shundaqmi yoki hamkorlashib ishlatmoqchi? Darasxonaga kirgizsam, xalqimizning farzandlari, o'qituvchilarimiz mushu mehnat moddadan ayrilib ketsa degan xayolim bor. Umumlashtirishni arzu qilsiz. Bo'ldi. Mening hozir patent olib bo'lgan kashfiyotimning ikkisi bor. Hozir sunsam patent keldigan loyihaning qo'limda 3 bor. Men o'zimga vazifa qilib 5 yilgacha yiliga birdan patent olaman deganni o'ylagan. 2 patent olgandan keyin buningki men o'zim yezdi o'qituvchi, mening yo'lim yo'q. Qisqasi vaqtim nihoyat qis. Shunda bo'lgandan keyin men buniga yo'l topolmadim, qo'lim turib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, bizning internet taqshirligimizni anglagan bo'lishingiz mumkin yoki bu anglamagan bo'lishingiz mumkin. Biz daftar qalam so'm ko'chak o'quvchilar buyumini solamiz. Ham sap bo'ldik. Hozir bizningki Guangzhou bozori, Guangzhouda maxsus mahsulotlarimizni ishlab chiqaryapti. Hamda hozir mana so'mka bizningki shu ma'rif bilan tang madaniyat taqshirligimizningki shu ma'rif organlarga singib kirish, ularningki o'qitish buyumlarini ta'minlash, o'qitishlar dars tayyorlik xotirlari, maktabning do'stka, shunday narsalarga tutish qilmoqchi. Hamda biz hozir masning mahsulotimizni ko'rdik, lekin bu xil mahsulot allaqachon sizning ko'rgan bo'lishingiz bozorga chiqqan aqliy iqtidorli do'stlar bor. Masalan, saqlab oladigan, 3 yosh o'tirish iqtidori bo'lgan va yoki bo'lmasa hamda barmoq orqali yozilgan xatni, barmoq bilan 3 yoshli bo'lgan do'stlarni sizning ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Endi ma'lum hamda bizning milliylarga nisbatan hamda tunji bir patent bo'libdi. Bo'lsa, men samimiyatsiz emas. Agarda xohlasangiz biz astoydil parang, lekin 1200 ko'ni bitmaydi bu do'stlar. Mishada aqliy tafakkur bor odam, har qanday odam o'ylasa buni 1200 ko'ni bitkizmak kerak. Chunki bir ekran, buning ichiga nurg'unlagan narsalar qachlangan bo'lg'achqa. Mishaga sizga bir ta'bir bersam, mushu iqtidorlarni olganlarning hammasi ashtadaydi, buni murakkab o'ylaydi. Unda emas. Buning harakat sxemasi mexanik harakatda. Buningdan da aqliy iqtidor yo'q. Buningki ishlatilgan texnika nihoyat oddiy, lekin chiqarilgan unum bek yuqori. Endi sizga qarasam, mana yuzlik qismini tushuntirib qo'yay. Do'skining yuzligi, haliqi biz ishiklarga parda qilib olgan bir sulyo bor, 2 milliy qalinlikdagi suzuk sulyo. Mushu oq orasiga oq ap ishlangan sulyo. Buning yengni sanjisimi tortgandan keyin o'z joyiga kelib oladi. Endi bu oylanadi bu. Mana shaklda oylanadi. An tushuntirsam siz tushunasiz. Shu oddiy tuvan tanlar bilan chiqadi bu. Ham chidamchanligi yuqori. Endi agarda mushu mahsulot haqiqatan shunday bo'lib qolsa, bizning korxona haqiqatan ishonchli holda bu mahsulotni bozorga solish to'g'riliq fikrlashsak bo'ldi, ham biz tamoman qo'llaymiz. Chunki sizning ma'rif uchun izlayotgan bir yosh ekansiz. Men ham shu. Agar ideyani birlik qila olsak, biz hamkorlashsak tamoman bo'ladi. Xo'sh, rahmat. Yana boshqa kashfiyotlarimiz bor dedingiz, ha? Birdan kelamiz. Bugungi asosliq umumlashtirishni orzu qilayotgan, hamkorlashish izlayotgan kashfiyotingiz shu ko'p iqtidorli do'stga. Xo'sh, Shirin tushlar reallikqa aylang'isi Shirin tush markazimizga marhamat. 5 4 3 2 1 boshlandi. Karxançılığımız bilet taşlaşlar düşürtüldük. 110 numar, cemi 252 numar Şirin Çüş sahnesinde Şirin Çüş arzu armanla reallik aylanğısı mübarek olsun. 10 necha yillik o'qituvchilik hayotini mas'uliyat va muhabbat bilan o'tkazgan Shirali muallimning Shirin sahnasiga ip kelgan patentli kashfiyoti o'qituvchilar, o'quvchilar, ma'arif muhiti va sog'lomlik haqida bizni yangi tushuncha va ta'sirotlarga ega qildi. O'z kasbiga Shirali muallimdek cho'nqur muhabbat bilan muomala qiladigan kishilarimizning texim ko'payishini umid qilamiz. Shirali muallim bilan Intel shirkatining hamkorligi qutlug' bo'lg'ay.
Assalomu alaykum, Shamsiyada, yaxshimisiz? Yaxshi, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Menga o'xshash mushu sahnaga chiqishimizga yordam bergan korxonchi ustozlar, shunday tomoshabinlar, televizor oldidagi ko'rarman do'stlar. Yaxshimisizlar? Men To'qsin noyisining güzel yazılardan kelgan Gülmiradan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Gülmira, ning kasb bilan shug'ullanyapsiz? Aramgoh etish bilan shug'ullanyapman. Kichik tipdiki. Xo'sh, undaqda orzuyingiz? Mening orzuyim bo'lsa, men mushu qilayotgan ishimni kengaytirgan bo'lsam, men shu aramgohni shaharga yo'tkab kelsam, anundan keyin shu butunlay mushu zanjirsimon yeshillashgan bir aramgoh qurmoqchi. Iqtisodga ehtiyojli shundaqmi? Tushundim. Sizga bir ishga maslahat beray, garchi sizdan kichik bo'lsam-mu endi. Yaxshi tilaklar bilan yoki bo'lmasa iqtisodiy jihatdan yordam qilish o'ylashi mumkin. Biroq hamda biz hozirgi asosiy jamiyatimiz nimaga muhtoj bo'lib qolyapti deganda, biz ko'pincha ilmga, shundaqla bir xil madaniyatga, shundaqla bir xil qalbimizda ochadigan tafakkur ideya o'ylarga biz muhtoj bo'lib qolyapmiz, shu xalqimiz. Ham bu programmaning asosiy maqsadi shundaq reallikqa oshirg'ili bo'ladigan, kichik bo'lsa-mu haqiqatan ta'sirli bo'lgan, boshqalarning qalbiga, yuragiga bevosita tegalaydigan, shundaq kichikina sahna orqali butun xalqi olamni bir narsaga yetaklaydigan go'zal orzu istaklar bilan kelgan qarindoshimizga yo'l ochib beradigan bir programma deb qaraymiz. Shunlashqa bo'lsa, sizningki ulug'vor nishoningizga yana birdan bir yaxshi hadiya qilgan so'zim, jafoatning qutulishning eng to'g'ri usuli to'xtamay jafo chekish deb men to'xtatmoqchi so'zimni. Ali Malim. Yaxshimisiz? Bayam siz shu o'yla aramgoh to'g'risida o'zingizningki hozir o'yla aramgoh shu tijorat bilan shug'ullanayotganingizni dedingiz. Menchi bo'lgan chog'da o'yla aramgoh mushu bir xil tijorat shakli cho'qim yezida bo'lgani yaxshi. Biz programmadan tushgan vaqtda men bilan aloqalasangiz, mushu o'yla aramgoh ochgan mening nurg'un o'quvchilarim bor, ashlarning eng nodir asarlarini men sizga deb beray. Rahmat. Gapingizni men muloyiz qilsam, sizga sherik lozimki. Siz biz korxonchilardan kutgan umidingiz qarasam, biz korxon sohasidagilar oshxona ochgan yo aramgoh ochgan korxonchilar qatnashmagan-ku ma programmaga. Shunda bo'lganda biz sizga yordam qilinsak, iqtisodingiz yaxshi ekan, aramgoh ochadi ekansiz. Mening asos maqsadim iqtisod jihatdan haqiqatan qiyinchilikqa uchrayapman. Men hozir bu aramgohni o'tkazgandan keyin bizning muqim kirimimizmi yo'q. Shuningga men endi aramgohning sodisimi, sodida men aramgohni qila olmayman o'zimcha. Cho'qim qilib ketishga ko'zim yetadi uningga. Lekin kirim uncha jiq emas, shundaqmi? Kirim yo'q, kirim endi yezdi o'g'ashqa, kirim toza yaxshi emas. Demak, hozir siz iqtisodiy jihatga yo'lashga muhtoj, shundaqmi? Qiyinchilikqa uchradim. Xo'sh. Arzu armonlaringizdan xabardor bo'ldik. Undaqda sizning arzu armonlaringizning reallik aylanishiga tilakdoshimiz Sherin Tush markazimizga marhamat. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'stimiz bilet tashlashni boshlaydi. 5, 4, 3, 2, 1 boshlandi. Rahmat. 79 numar. Korxonchilarimiz qanday qaraydi ekan? 3, 2, 1. Undaqda to'lma afsus 82 numar. Bugungi Sherin programmamizda arzu armonlaringiz reallikqa aylanmaydigan bo'ldi. Ammo tirishchilik ko'rsatsak, menimcha arzu armonlarimiz reallikqa aylanadi. Sizning davomli tirishchilik ko'rsatishingizni umid qilaman. Utuq sizga yar bo'lsin. Yegilik tiklash nishonini yangicha faoliyat maydoni barpo qilishga qaratgan Gulmira xonimning Sherin tushlari programmamizda amalga oshishga muvaffaq bo'lolmay qoldi. Har insonning o'zi ahamiyatli deb qargan orzulariga intilish huquqi bo'ladi.
biz Gülmira xonimning o'z orzuyini o'z kuchiga tayinib, shundaqla jafodan qo'rqmay kurash qilish ro'yi bilan amalga oshirishiga tilakdoshlik bildiramiz. Programmamızda mukofotli qisqacha faoliyati boshlandi. Telefoningizda qo'lingizga ilganda arzu armon ahamiyat ega deb qaragan moyirning raqamlari oldiga 10 ni qo'shib 106 26 619 ga yo'llang. O'ylab boqmagan katta mukofotlar sizni kutmoqda. Hürmet Karxanchi ustozlar, kan hürmet tomoshabinlar, haqasinglar Baynay sayram mezgilida kelgan qahramonga o'tib salom. Sizga salom. Siz ustaldiki bizdan ishlab chiqqan mahsulot da'dur hosil meg'zi. Ko'pchilik Karxanchi ustozdan tetib chiqqan, ko'pchilikning tetib chiqqan kelgandim. Qarsli odamning yigisi kelgidek o'zingizning bizdan ishlab chiqqan mahsulot. O'zingiz ishlab chiqqan. Yusak bulutli deydi qobilat muallim. Qani tövanga bir apchib kelsanglar. Tomoshabin do'stlarim bir tetib baqsin. Karxanchilarimizni tetib baqsin. Xo'sh, qanday arzu armonlar bilan keldingizkin? Sizning arzu armonlaringiz o'zingiz ishlab chiqqan mush mahsulotlar bilan munosabatlikmi qanday? Ha, ashtaq. Ashtaqmi? Ashtaq. Xo'sh, anglaylik. Hamkorlashib iyilik tiklash. Hamkorlashib iyilik tiklash. Bu mahsulotni ishlab chiqqan yoqi Baynayizda yez-yezlar taqatdim. Xalqim qo'ldi meni. Buni men kengaytib buni Shinjang bozoriga, bu dunyo bozoriga yuzlandirsam deyman. Karxanchi ustoz hamkorlashib. Sizda mahsulot shundaq chiqmi? Ba. Musat qiljik. Qiljikmi? Chiq. Men ishlab chiqarib hozir taqatdim nay bozorlarga. Siz masalan ishlab chiqarish deganingizda siz pishiqlab ishlamsiz yoki siz rasmiy shu teri pishiqlab ishlab chiqarman. Oxirigacha o'zingiz mas'ul. Lekin mening demoqchi o'g'lim bozor setish yo'lini kengaytirib deylik. Lekin siz iste'molni ta'minlab bo'la olamsiz demoqchi. Shunday jiq yeringiz bormi? Shunday jiq mahsulot chiqara olamsiz? Chiqmasa chiqara bo'ldi. Chiqara olmayman. Biz ayat dixonlar hamkorlashib, buning mahsulot terisimi, mahsulot jiq chiqqan mahsulot mavjud. Unda xusus sizning bu meg'iz bilan, xosin meg'iz bilan dadurninki bu mahsulotingizninki ham o'xshash turdagi boshqa mahsulotlardan qanday aloyidligi bor? Farqi bormi? Tomoshabin tetib ko'rib baqsa, yuzi babiralaydi. Assalomu alaykum. Hozir daduringizni tetib ko'rdim. Buni men burun jiq yegan, ichki o'lkada ishlanganini yegan. Ammo u turpandimi chiqadi-ku bu 90dan. Uyanikini yegan sizning rasma o'zgacha bir o'zi yumshoq, ta'mi yaxshi ekan to'q. Buningga o'zingizda shirik tepishdagi maqsad sizdagi uskuna hamma jihatda iqtisoddan qilinganmi? Ashtaq. Bizning shirkat sizlar hamkorlashsa, cho'qim sizning siz tug'ilib o'sgan diyoringiz quramdiq. Bu zavodni boshqa men taklif qilgan yerga qo'saqim bo'lamdi. Mening o'ylig'im ash yezlar qursak yaxshi deb o'ylayman. Masalan, achaning o'zi chiqdi. Janubiy Shinjang, Shimoliy Shinjang taqat bo'ldi. Hisoblab tasavvur qilib ko'rdingizmi qanchalik mablag' ketadiki? Uningga hamda qolganlar shu karxanchilar bilan o'tirib hisob qilsak. Emsa bizning ma Sanji kasblar taraqqiyot rayonidan 58 mo yer ajratgan, hozir shu yerning 25 mosini tek ishlatmadik. Shu yerga qo'ysak, bular bo'lib qolsa, sizlar ma sandan tushgandan keyin ayrim to'liq bir tushuncha hosil qilib, sizlar hamkorlashishni xohlaymiz. Sizdan bir savol so'ray aka. Hozir qadar ham shu mahsulotni terib, bozor silib, musholatga keltiribsiz. Siz mushiningdan burun mushu soat sohasiga, mush karxanchilik sohasiga qadam qo'yay deb o'ylab boqmadingizmi? Men buni o'ylamagan. Bu mahsulot ishlab chiqarish, bozor o'zlantirish, Shinjongning bozorini ochish, intayin xalqiliq ishchi bu, intayin muhim bo'lgan ish. Buning hamda intayin planliq, astoydillik talab qilgan ish. Buningga menimcha bu sanilning o'zlamkinde balkim bu tushungizda reallikka aylantiradigan karxonlar chiqmasligi mumkin. Nimishqa deganda bu mablag' masalasi balkim 1 milliondan bitmaydigan ish bu. Balkim necha million mablag' saqqa vaqtda bir zavod qurilishi mumkin. Buni Shinjong bozoriga o'zlantirish uchun hali qalli ketishi mumkin. Meningcha sizga bir samimiy maslahatim hamda bo'lsa, shundoq ishlab chiqarish turidagi karxonlarga berib, astoydil plan tuzab, shular bilan ishkilab planlasangiz qanday bo'lar degan maslahatni bermoqchi. Rahmat. Rahmat. Endi navbatda naq maydonda
sizlar hamkorlashadigan shirkatlar chiqmagan taqdirdami, endi mening o'yimda ekranda sizningki orzu armoningiz ko'rsatilgandan keyin programmamiz orqali mush xil hamkorlikni o'ylashayotgan boshqa kishilar sizlar aloqa qilishi mumkin. Undaqda Shirin tushlar reallik aylang'isi Shirin tush markazimizga marhamat. 5 4 3 2 1 başlandı. Bir 127 numur karxanchilarimiz qandaq baho berdikin? 1 2 3 4 5 5 karxanamiz qo'llaydi ekan. 50 numur shundaq bo'lganda jami numur 179 bo'ldi. To'limi afsus bugungi arzu armoningiz Shirin tush programmamizda amalga ish fursatiga erishmay qoldi. Lekin ko'pchilikning yordamida, hamkorligida menimcha arzu armonlaringiz cho'qim reallikka aylandi. Arzu armonimizni ahamiyatga ega, qimmatga ega deb qarasak, undaqda uni reallikka aylantirish uchun tirishchanlik ko'rsataylik. Sizga utuq muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizga. Ticaretdeki şerik izlep baynaisinden programımızı kelgen bu mahirimiz özünün mahsulatı ve armanlarını biz bilen ortaklaştı. Şundakla faydalı boğan teklif fikirlerini anladı. Gerçi plan tüzüşke azırak vakit geçsimi, lekin tüzülgen plan arkalık nurgun vaktini tecap kağılı boludu. Biz şu fırsatta körürmen dostlarga plan tüzüş ve plan boyunca iş kılış adetini yetildirişini teşebbüs kılımız. Körüvatmanınla Şincan Televizyon Stansiyası'ndan Ürümçi Elbi Medeniyet Tanıtış Ulan Çekli Şerif'te birleşip işleyen İhlas Şehrin Çüş programımız. Yasab birer perzentke fani dünya cenneti Ataruyi şundatu perzendim dep ötüdü Perzentlerim bahtı dep aziz candın keçirdim Körüp kalsa perzentnin Sulğun çıray çehrini
Sizden tanış olaylı. İsmim Abdurrahman. Özüm Yeken Naiz'tin Xotan Pedagogika Ali Texnikumunun şu 6. ayda okuş bitiriş aldaki okuğucusu. Kasbınız nima? Müzik marifi. Müzik marifi. Arzuyunuz? Arzuyum hazır il xalq naqshlari deymiz. Andan keyin Turpan xalq naqshlari nurg'un naqshlarniki kelib chiqish tarixi film qilinib ishlandi. Hamda mening arzuyum şu Qashqar xalq naqshlari, andan Xotan xalq naqshlariniki hamda bizning naqshi muzikimiz ig'zoki adabiyot. Ham buning kelib chiqish amni tarixi yo'q. Bu sahnadan paylanib men shu bir so'zni desam, balki hamda butun Xinjiang xalqi buni ko'rdi. Mush orqali bizning san'atimiz shu yerlik sazandalar orasida saqlangandan keyin men shu san orqali butun Xinjiang xalqidagi san'atkorlardan shuni so'rasam, shu Xotan xalq naqshlari, Qashqar xalq naqshlari hamda shuni kelib chiqish tarixini bilgan shu ustozlarniki bo'lsa aloqalashib, ashuniki mayli men qilay va yoki boshqa odam qilsin, shuniki bir tarixini hikoya shaklida yozib, shu hayotimda bir xotir qoldirib qo'yay deb shunda bir arzuyim bor. Mening o'yim shu. Demak, siz bundaqcha ilib aytgan vaqtda naq maydondagi bizning korxonchilarimizdan yoki bizning program guruhimizdan boshqa mayli iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan yoki boshqa jihatdan yordam talab qilmaysiz. Faqat bizning ekranimizdan foydalanib, televiziya ekranidan foydalanib, ya'ni bizning Sherin tush programmamiz orqali ko'rurmanlarimiz orasidagi xalq naqshlarining kelib chiqish tarixini biladigan kishilarning siz bilan aloqalashib, sizning tarixiy materiallar bilan ta'minlashini umid qilasiz. Shundaqmi? Shundaq bo'lganda, biz sizning hozir arzu-armaningiz reallikqa aylanib bo'ldi degan gap. Arzu-armaningizning reallikqa aylanishini texmi yaxshi kapolatga ega qilish uchun programma guruhimiz nomidan programmamizning ekranning to'ban tarafiga siz bilan yoki bizning programma guruhimiz bilan aloqalashish adresini yozib qo'ysak, aloqa texmi yaxshi bo'lishi mumkin. Ekranimiz orqali bizning bu yigitimizni, uning sherin tushini anglagan, uning sherin tushiga munosabatlik azdir ko'pdir ish qilib bera oladigan kishilarimizning bizning program guruhimiz bilan yoki uning bilan aloqa qilishini qizg'in qarshi olamiz. Siz asosiy tarix uchun lozim ekan-ku, xalq musiqalarininki. Menda o yakandagi xonqa musiqalarininki shunga oid materiallar bakchiq ham o'zimning tadqiqot sohasim shu. Anda bo'lgandan keyin men bilan aloqalashingiz balki sizga foydali bo'lishi mumkin. Rahmat bo'ldi. Asemalim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir odamninki tushishi bilan reallik o'tirisida nurg'unlagan jafoli mashaqqatli jarayonlarni boshdan kechirish to'g'ri kelib qoladi. Shaxsan siz davrimiz oliy maktab o'quvchilarininki qalbiga nishonni tikkan tipik vakili hisoblanasiz. Ammo oxirgigacha shu sherin tushingizniki reallikqa aylanguncha bardoshlik berishingizni umid qilaman. Rahmat. Nayt güzel arzu-armanınız barga, sherin tushungiz barga, sherin tushingiz reallikqa aylangusi tush markazimizga marhamat. 5 4 3 2 1 başlandı. Əməliyyatda sizin arzuyunuz naq maydonda reallikqa aylanib bo'lgan programma guruhimiz sizga yordam qilib bu uchurni tarqitib berishga mas'ul bo'lgan, ammo sizning arzuyunuz haqiqatan intayin ahamiyatli bo'lganligi uchun tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga o'tishingizni tilab sizni bu joyga taklif qildim. Qani bizning korxonchilar. Ber. O numar 134. To'g'ri afsus. Tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga o'tganmidingiz endi, lekin bizning xushal bo'lgan yerimiz sizning arzu-armaningiz allaqachon reallikqa aylanib bo'ldi. Menimcha bugungi sherin programmamiz ekranda ko'rsatilgandan keyin Abdul rayonimizning har qaysi joylaridagi mana shu siz izlayotgan kishilar cho'qim siz bilan bizning program guruhimiz bilan aloqa qilishdi. Bundan keyingi ishlaringiz xayrli bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat.
Oliy maktab o'quvchilarida bo'ladigan izlanish ro'yi bilan sahnimizga qadam bosgan bu yigit o'zining go'zal armonlarini bayon qildi. Uningdagi ijtihod va izlanish ro'yi haqiqatan muayyanlashtirishga arziydi. Shirin tushning ko'rmanlaridan Abdurahmonning bu orzusi uchun madad tilaymiz. Shundaqla munosabatlik uchur va materiallar bilan ta'minlab berishini umid qilamiz. Xush kelibsiz. Oldi bilan sizdan bir tanishib o'taylik. Men Xotan viloyatlik illiq oila yashanganlar kutinish mulosamat markazining qurg'uvchisi ismim Xulisa. Yaşanğanlar kütünüş merkezidan şundaqmı? Şundaq. Sizlarning shu markazinglar to'g'risida bizga ozroq uçurib bering, ha? Xotan viloyatlik illiq oila yashanganlar kutinish markazini men 4 million mablag' silib o'zim shaxsiy qurgan shaxsiy mablag'im bilan. 2012 yil 8 ayning 21 kuni boshlab ochildi. Men dastlab ochgan vaqtimda hozirgi cemiyetimizde az farzand bo'lg'achqa oiladagi yukni yuqorida cho'nglar tuanda bolalar bo'lg'achqa mushlarning yukini yengiltish maqsadida qurgan. Hozirga qadar u o'rnida 250 karvat bor. 59 odam beqiyapman. Hozir buningdan 20 nachisini o'zim maxsus topshirib shu an oldin xabar oldim. Unda siz shuncha jiq pulni mablag' silib mush ahamiyatli ishga ishlatibsiz. Agar siz igilik tiklash yoki yaxshi bir savdo fursati orqali kirimingizni jiqaytishni o'ylagan bo'lsangiz, sizga yana tanlash fursati bak chiqdi. Sizning mushu kasbni, mushni tanlab olishingizdagi asosiy o'ylaganingizni bir baqim keldi. Men dadamni beqish jarayonida ya ailenin odasından çıkanmadım. Kızlar dadını bakmak tesken, oğullar ananı bakmak tesken. Ağrıp kalsa yukarı doktorga Allah apırıp davaltı alağım bizden. Onun içki dünyası, şahsi tazlıklarını tatıp nurgun işler bakken. Ben şuların yükünü yengeltiş maqsadida hem özümün burun tatqın kalbimdeki bir xil toluqlayanmağım boşluğunu toluqlaş üçün ben ticaretimle başlatmış kestim kalıyorum. Yeni kelip mening yenimdekiler o'rnidan turanmaydı. Biresim ondan turup mağanmaydı, hemmisi özünün aytını çıkanmaydı Allah. Bularning qalbida hissiyatı, farzandlarining yo'qlab tug'andagi holatida bir xil xushallik topadiganini bolalarning natijasi sezmayotidi. Chunki bular ota-onamiz aqli hushidan ezib ketdi deb qaraydi. Amaliyotda undaq emas. Cho'qim mehr muhabbatida ularning bir xil tuyg'u bor. Shunga ba'zi bolalarga tarbiya asosida özümün ashabını yazdım. Aferin size. Ondaqda arzuyunuz nemekin? Benim başka artık armanlarım yok. Şu çoğunların turmuşunu yaxşılap, isiniş, şundaqla salametlikini eslik keltiriş. Azraq eserlerimge muhtaçtım. Bunun için tahminen qanchalik pul ketar? Hazırca periz kılanmayım. Ben herkes köp talep kılmayım. Ben özüm tirişip hazır çıkış menbesi izdavat etmem. Her gün bu işini toxtatıp koyğum yok. Yana da kolu nervençilik yine tayarladım. Bu işini ravajlandırıp, bu yerden kılgan kiriminde çoğunlarını beqiş arzuyumda. Bayatım ki şu yürek sözlerinizi anlap, bu yürekinizden çıkan gap bo'lg'achqa bizning yuragimiz titirdi. Biz nayt ta'sirlandik, çok nayt so'yindik. Rahmat. Shundaqlam bizning Intel maktabi, Intel madaniyat tarixchilik shirkati Intel saxovat to'pi nomidan sizga 5000 yuan mushularga ozroq bo'lsa-mu bir ozroq bir yetishcha bir yordam qo'lingizni sunmayman deyman. Rahmat. Bu singlimizninki tezratni anladık. Bizde manda bir gap bor. Men atamning balasi emas, odam balasi degan. Lekin bu singlimiz o'sha odam balasi ekanligi, odamiylikka yetkazgan. Endi hayotimizda deb o'tdi yo'ldoshlar. Buningda mushu saxovat, mushu ishlarda, mushu singlimiz qilayotgan ishni boshdan oxir voyaga yetkazmoqdasiz. Hech kim yetkazolmaydi.
Masalan, bu singilimiz dedi, şu balları, muşu ayolning qo'lidagi ota-onasiga kelib, "Dada, nima dardingiz bor? Ana, nima so'zingiz bor?" deb qulig'ini anglatgan bo'lsa, bu bir mehr bo'ladi. Menmi gapni qisqartirib, muşu singlimizga bizning shirkatning nomidan oz bo'lsa-mu 5000 yuan ihona qilishga to'g'ri. Rahmat. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Bek ta'sirlandim shaxsan men o'zim. Haqiqatan azamiz. Asli bunda jamiyatning og'ir yukini akishi ustiga oldi. Lekin qandaqdir sabablar tufayli mushahadamiz ashta bir ko'krak deb o'tirg'i chiqib, haqiqatan zo'r pedagoglik ko'ksibdi. Bek suyundiq hamda. Shunga men mushi bayam gaz ishi chiqib qoldi-ku. Shuning uchun biz shirkatning nomidan shu gazni ravolashtirishga 10 ming koy. Rahmat sizlarga. Yuqorida bizningki kelgan korxonchilarimiz o'zininki bağlarını berip ötdi. Hamda bizning bu doktorxonasimi hamda bu jihatda azroq o'zimizning ko'ngilni ifodalamoqchi. Biz qanday ifodalamoqchi degan vaqtimizda biz doktorxona o'rni. Sizningki u ilq oila cho'nglar yashanganlar o'rni ekan. Bizningki o'zimizning yetishgan ahvol ostida shu ilq oila shu o'rindagi barliq bizning cho'nglarimizningki qarorlik holda salomatlik tekshirish, salomatlikdan maslahat berish, yanından boshqa munosabatlikka shu ba'zi bir dori-kullar bilan ta'minlash qatorliq ishlarda biz davomli sizni qo'llaymiz, ham bu jihatimizni o'rlashtirib, shu bo'yicha elib boramiz. Rahmat, ko'p rahmat. Rahmat. Endi men o'ylayman, har qanday bir bola bo'lg'ichi, farzand bo'lg'ichi ota-onasini o'zi beqishi eng yaxshi. Lekin Abi degan deb o'tganingizda buningga masalan sharoit yar bermay qolgan, lekin amaliyotda o'z baqqanga yetmaydi. Demak bu jamiyatda hammadan o'zbek bo'lolmaydiganligini bu biz bilamiz. Amaliyotda bu jamiyatda bor. Siz shu o'rinni to'ldirib kelyapsiz. Nihoyat yaxshi bo'libdi. Shuning uchun bizning tabassum shirkatimiz sizga hamda bu shirkatlar qatorida bir 5000 yuan yordam qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum ada. Yaxshimisiz? Hamda men shu munosabat bilan sizga shu chin ko'nglimdan tashakkur aytaman. Bayotin so'zlaringizdan haqiqatan shundoq ta'sirlandik. Shundoqla Ihson yaxshilik shirkatimiz sizning yashaganlar kutinish markazidagi shu ota-onalarning salomatligini salomat bo'lishini ko'zda tutib 5000 yuan qimmatidagi Ihson yog'lari bilan ta'minlash qiladi. Rahmat. Haber sizdeki nesiniz bağladık. Ya çoğunlarınki bir hem de şu gımını de gımda halas kıldığın bir onda iş tutuş kıpsız. Siz hem de adam sonra ben bu şirketimiz namında sizge 5000 yuan yardım kılır. Rahmat. Yuqorida korxonchilarimiz deb o'tdi. Haqiqatan sizning qilayotgan ishingizga hammamiz shunday ta'sirlandik. Ota-onalarning shunday yak olib qo'ygandan sırt yana balalarninki berib yo'qlab turishning intayin muhimligini kepingizlarda eskartdingiz. Bu haqiqatan butun kishilarninki diqqat qiladigan, ahamiyat beradigan bir ish ekanligini balalarga shuni uqtirdingiz birinchi. Hamda shuning bilan birga Karvon to'ri nomidan bizning shirkatimiz sizga 5000 so'm yana qildi. Rahmat sizlarga. Yana bir qo'shib qo'yay. Biz endi oylikda saymonlar ishlab chiqargan shirkat. Balkim sizning uyaga hozir yangi bitiribsiz, oylikda saymonlar kerak bo'ladi. To'g'ri. Endi abayga 5000 yuanga, men yana 5000 yuan qo'shib 10000 yuanlik sizga televizor to'g'nat qo'y yoki kirolg'i degandek narsalarni ta'minlab bering. Hajab yaxshi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamda birinchidan deydiganim sizga cho'nqur aprin etimiz. Hamda biz sizdek bundaq ulug'vor hamda o'zni taqdim qilgidek bundaq ishni biz qilib bo'lamidik. Buningdan biz o'zimizmi qana deymiz, nihoyat afsuslanamiz. Hamda yuqorqi har qaysi korxonchilar deb o'tdi. Ortiq baho bermasakmi, bahoning nihoyat yuqori bahoni bagidek ishni qilib bo'libsiz. Onunla bizning artıq meningmi hech qanday ortiq bahorim yo'q. Mening deydigan men Lombo mablag' silish shirkatining nomidan 10 ming yuan shu mush qilyapman. Sizlardagi yashanganlar bir xil bir issiq muhitga ega bo'lsa, ularni o'zini qancha xush tutib, taxmin baxtli
Aleyküm selam. Ben Ürümçi Mağrib Şirketi Miras Kiyimçilikki barlıq iş xizmetçiler namidin sizge ve siz qatarlıq barlıq saxavetçi adınız yığanlarınızga çoğun rahmetini bildirimen. Rahmet. Şundaqla şirketimiz namımızdan hem de çıkıp olmuşsunuz sizni 5000 yuan bilen təminleşini. Şundaqla kiyinç hem de zoruyup qalğan ekbalası da hem de hizmet kiyim bilen təminleşini üstümüzge aldıqlarımızdan bildirmen. Rahmet. Bizning Şinjan Sabiler Çeklik şirketining sizga 5000 yuan yordami bor. Rahmet. Köpning kuchi ko'p deb bizning korxonchilarimiz mana yanıla o'zlarining jamiyatga ijtimoiy mas'uliyatini nihoyat yaxshi ado qildi. Hammalar o'zining kasbiga loyiq bo'lgan yordamlarni bergandan sirt o'zlarining yaxshi tilaklarini bildirdi. Korxonchilarimiz sizlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Arzu tilaklaringizning reallik aylanishga tilakdoshimiz. Qinundaqda tush markazimizga marhamat. 5 4 3 2 1 Rahmet, bizim karxançılarımızın her birinin kolunda 10'dan bilet var. Qinundaqda karxançılarının tuluq bilet. Şunday bo'lganda karxançılarımızın 110 bileti bilen Naqmaydondagi tomoshabin do'stlarning 129 bileti qo'shilib 239 bilet sherin tushlar reallikqa aylangusi muborak bo'lsin. Rahmat. Hammamiz oilaning muhabbatiga, oilaning illiqligiga muhtoj. Barliqini farzandlarning baxtiga badal qilgan ota-onalar hayotining oxirgi damlarida mushundaq muhabbatdan, mushundaq illiqlikdan bahramon bo'lishga hammadan bak huquqli. Xizmat va turmush besim bilan aldirash o'tayotgan farzandlarga vakolatan o'zgacha bir illiq oila qurib chiqqan Gulnisa xonimning g'ayrati haqiqatan hurmat va qo'llashga arziydi. Gulnisa xonimning amalga oshgan she'rin tushi qiyirg'inida yolg'iz qilayotgan ota-onalarga beg'ishlansin. Kimchilik ta'minlagan ularga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldiga qadrli ko'rman, siz qaysi arzuni ahamiyatli qimmatli kitob qargan bo'lsangiz bir tal bilet tashlashni unutib qolmang. Bilet tashlash usuli 11 ni yozib, o'zingiz xohlagan maydonlar nomerini kirgizib, 106 26 619 ga qisqa ushur yo'llasangiz bo'ladi. Katta mukofotlar sizni kutmoqda. Tafsilotini UY Novatori va shunaqla Karvon To'ridan ko'rishni unutib qolmang. Güzel hikoyalar va ahamiyatli arzusi bo'lgan har qanday kishi ekranda chiqib turgan telefon nomeri va yoki UY Novator orqali tizimlasa bo'ladi. Sherin tushlaringizning reallikdagi sahnasi jasorat va jur'atingizni sinaydigan esil maydonga aylangusi. Programmamizning bu soni mishada oxirlashdi. Barliq muhabbatli ko'rmalarga olamcha tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Kelak soni kechga mamnunlar. Xayr xo'sh.